Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun yana biz yangi intervyuni boshladik. Bugun bizning mehmonimiz Humoyun. Assalomu alaykum Humoyun. Hozir endi oila desam bo'ladi, chunki rostdan ham Xudoga shukr, xohlagan joyimga boryapman, xohlagan joyimga sayohat qilyapman. Parashyutlardan tashlayapman. Videongizni ko'rdim. TED Talk bo'yicha. O'sha TED Talk sahnasiga chiqish nasib qilgan ekan. U 100 kilometr 18-avgust kuni tug'ilgan kunimda 100 kilometr yugurganman. O'tgan shu 100 kilometrni yugura olsam, endi o'ylab qo'yavering nimalar qilib tashlayman deyapman. Hayot running a marathon. Running 100k. It's hard, it's painful. It's not just random that you have certain dreams or certain goals. You have potential to fulfill them. Nazar savollar ekan, miyani qisadigan. Siz miyangiz qisilmasa kerak, chunki xudo xolasa. Bularni oraga tiqoraman. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun yana biz yangi intervyuni boshladik. Bugun bizning mehmonimiz Humoyun. Assalomu alaykum Humoyun. Avvalambor o'zi birinchi navbatda men doim rahmat aytaman shu kelgan odamlarga. Chunki hozirgi davrda odamlarda vaqti yo'q bunaqa narsaga. Shuning uchun avvalambor katta rahmat kelganingiz uchun. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Salomat bo'ling. O'zi men bu intervyuni anchadan beri o'ylab yuribman. Siz o'sha 100 kilometr yurganingizdan keyin bu xayolda rosa aylandi va nihoyat bugungi kun nasib qilgan ekan. Mana savollar tayyorlab keldim. Bugun bizni intervyumiz xudo xolasa boshida o'zbekcha, keyin oxirida 3 ta savolimiz inglizcha bo'ladi. Bo'laveradi. Bo'ldi. Harakat qilamiz. Inshaalloh. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umidamiz. Birinchi ana savolim, endi bu har doim beriladigan savol. Avvalambor o'zingiz haqingizda ozgina gapirib bersiz. Umuman Humoyun kim, qayerda tug'ilgan, oilasi qanaqa, misol uchun. Shu men ishonib boqadim boshlab qo'ydim. Bo'laveradi. Direkt qo'shvorasiz icebreakerlarga. Shu ismim Humoyun, Farg'onada tug'ilib o'sganman. O'sha yerda o'zimizda ingliz tili o'rganib, 19 yoshimda Koreyaga ketganman. İşte Solbridge biznes maktabida, ya'ni biznes maktab, bakalavriat tugatganmiz. Bolalar bilan işte Solbridge'da o'qiganman. Keyin Solbridge'da Koreyada ozgina ish izlab, har xil voqealar sababli, har xil sabablar bo'lib, keyin Dubayga ketib borganman. Shu Dubayda uverini aytsam bo'ladi, mana shu yugurish nimam boshlangan. Sayohatim boshlangan. O'zi yugurib turardim oldin ham, onda sonda yugurib turardim, lekin shu Dubayda ofitsialniy marafonlarga qatnashish, chunki Dubayda unaqa narsalar ko'p bo'ladi. Imkoniyatlarga shular boshlangan. Endi yana narsam bo'ladi o'zim haqida. Public speaking yoqadi, inglizchada gaplashish, motivatsiyalar, hatto prezentatsiyalar qilish, odamlar bilan mana shunaqa intervyularga kelib suhbatlashish yoqadi. O'zbekchada unaqa inglizchalik ravon gapira olmayman, aka. Qaniydi menda yoshlar bo'lsa. Harakat qilyapman. Gap yo'q. Endi savolim ikkinchisi sal noodatiy savol, lekin qiziq savol bo'ladi degan umiddaman. Tasavvur qilsak, Humoyun, mana hozirgi siz hayotingiz film bo'lsa-yu, men misol uchun, va hozirgi bosqichni qanday nomlagan bo'lardingiz? Qanaqa bosqichdasiz sizning nazdingizda? Yaxshi, zo'r savol. Hozir endi oila desam bo'ladi, chunki xudo xolasa uylanyapman. Shunga o'sha chapter deydi-yu, o'sha sevgi va oila. Eng ko'p berilgan savolga javob berasiz yaqinda. Qachon savolga nihoyat javobini topdim. Kelaverasizlar. Xayrli bo'lsin. Ko'rasizlar. Ya'ni to'y deb nomlasak bo'ladi. To'y. Endi oilaga nima deydi, katta qadam, chunki bu mas'uliyat. O'zingiz bilasiz, masalan farzandlisiz, qanchalik bu mas'uliyatini his qilasiz har kuni. Shunga nima deydi, harakat
Ama yaxshi nom to'y. Xursandchilik inshaalloh. Men bekorga bu savolni bermadim. Ko'rdim Instagramda postingizni. Shuning uchun savol berdim to'g'risi. Endi 3-savolimiz sal jiddiyroq savol. Bilishimcha hozir ham aytib o'tdingiz, siz Koreyani Tejon shahrida joylashgan Saltbridge Business maktabida o'qigansiz. O'sha davrda o'qigan qanaqadir bir hodisa sizga qanaqadir ta'sir qilgan, misol siz hayotingizni o'zgartirganmi yoki qarashlaringizni o'zgartirgan birorta hodisa yoki voqea haqida gapirib bersangiz. Voqealar juda ham ko'pda. Voqealar juda ham ko'p, lekin hali birinchi umumiy gapiray, keyin bir ikkita o'sha voqealarni aytib beraman. Nimaga o'zi Saltbridge tanlaganman? Birinchi shu application to'ldirasiz-ku universitetlarda har xil saytlariga ko'rib, endi unda bizda o'sha paytda tur agentstvalar unaqa ko'p bo'lmagan. Tur agentstva deb agentstvalar-ku, o'qish agentstvalari ko'p bo'lmagan, chunki bilmayman, endi o'sha paytda populyarni bo'lmagan. Biz o'zimiz axtarganmizda, veb-saytlariga kirib, o'sha veb-saytga kirganimda Saltbridge'da har xil shu extracurricular activities deydi, har xil to'garaklari bo'lardi. Ko'rganman, bolalar har xil davlatlarga chiqib, debatlar bo'yicha musobaqalarga chiqib, public speaking bo'yicha shu narsalari menga juda ham yoqqan. Juda ham inspired bo'lib ketganman. Borishim kerak deganman, shunga topshirganman. Borganimda haqiqatda shular bo'lib chiqqan. Reklama qilingan narsalar rostdan ham shular bo'lgan. Masalan, biz ham musobaqalarga olib borishgan. O'sha voqea deyapsiz, debat klubiga qo'shilganim menimcha eng shu meni fikrlashimni, mindsetni kengaytirganda, fikrlashimni, dunyo qarashimni har xil odamlar bilan gaplashib, har xil masalan debat qilayotganingizda siz qaysi tarafga bo'lishingizni tanlamaysizda, sizga u huquqni bermaydi. Siz hali tasodifan qaysidir komandaga qo'shib qo'yadi. Siz masalan temaga o'zingiz qarshi bo'lib turibsiz, lekin narigi tarafda himoya qilishingiz kerak. Shunaqa hali kattaroq fikrlashdi, korobkadan chiqib fikrlashdi o'rgatgan. O'shanga shu debatga qo'shilganim bitta shu point deydi, defining point. O'zbekchasiga bilmadim u. Odamda fikrni o'zgartirib yuboradigan bir nimasi boshlangan, o'shadan boshlangan o'zgarishim. Fikrlashdi. Hali so'z bor, flexible, moslashuvchanlik boshlangan o'shanda. Keyin shu har xil professorlar ham, bilasiz, professorlar bilan muloqot juda ham oson edi. Masalan, bizda domla bilan borib coffee shopda o'tirib suhbatlashish, bilmayman qanchalik hozir bizda bu osonmi, yo'q, bari nima bormi, qanaqadir baryerlar bormi? Bor, baryer. Hatto masalan professor yoniga borardik, bironasi tushunmayapmiz yoki mana temada savollarim bor, ko'rishsak bo'ladimi, kofe ichsak bo'ladimi? Very open mindedda ketdik, pastga tushardik, kofe ichardik, har xil temalarda gaplashardik. Kerak bo'lsa, masalan, o'zingizni shaxsiy masalalaringiz bo'lsa ham, konsultatsiya so'rab, maslahat so'rasangiz ham bo'lardi. Bemalol ular yordam berishardi. Ayniqsa shu filosofiyadan, falsafadan ko'p savollar berib, rosa maza qilib o'tirardik darslarda. Bizda nima bor? Distansiya bor baribir. Distansiya bor. Endi o'sha nadeyimsa, umid qilamiz. Inshaalloh. Yaxshi bo'ladigan umidamiz. Yaxshi javob. Bu bitta voqea edi. Bu faqat bitta voqea edi. Lekin bu ancha hayotingizni o'zgartirgan. Fikrlash, demak, bitta fikrlash o'zgardimi, demak, hayotingiz ham o'zgarishni boshlaydi. Endi dark rock narsa aytsam, Koreyada umuman yurganimda, buni ham ko'rmasin, hamga aytmaganman. Bir kun ishga ketayotgan bo'lganmiz, tezlik, ya'ni jar tez ketmayotgandik, yonimizdan to'satdan mashina chiqib qolgan. Avariya bo'lib ketganmiz. Men oldi sideniya dedim. Lekin Xudoga shukr, Alloh saqlagan, hech narsa bo'lmagan. Shunga seat belt
taqish kerak dedi-ku. Da. Yaxshi meni seat beltim taqilgan edi. Hech kim taqmasa kerak lekin. Ha, bu bizda kamera ko'rilsa keyin taqiladi. Rosta hazil, lekin rostdan haqiqatda o'sha seat belt borligi Bu ham sabab bo'lgan. Bu ham bitta sabab bo'lgan. Endi avvalambor Xudo saqlagan. O'shanda bilasizmi, hali kinolarda bomba portlasa yoki avariya bo'lsa, slow motion bo'ladi-ku, sekinlashadi-ku, vaqt sekinlashadi-yu. Xuddi shunaqa bo'lgan. Vaqt sekinlashyapti, men oldiga qarab uchyapman. O'sha millisekundda tushunyapmanki, что hayotim bunaqa tugamaslik kerak deyapman-da, hali o'zimga. Unaqa bo'lmaslik kerak deyapman. Hali shunaqa har xil nimalar hamma yoq ko'zdan o'tar ekanda shuna paytda. Hali erta basmi deyapti-da ichimda. Hamma narsa aylanayapti. Keyin urildik haligi mashinaga. Yaxshi hech kimga hech narsa bo'lmadi. Hammasi orqada ham odamlar bor edi, hech narsa bo'lmadi. Sразу hatto nimalar kelishdi, skoriy yordam tuda bo'ldi. Hech narsa bo'lmadi hech kimga. Qandaydir hamon mo'jiza bo'ldi. Hech kimga hech narsa bo'lmadi. Katta bo'lmasa yo'ldamiz, katta shossedamiz. Keyin o'sha kuni ertalabgacha uxlamadim. Ishda edim o'zi. O'ylab chiqdim. Hozir to'satdan ham nima bo'lib qo'yganimda, ketib qolganimda nima bo'lardi? O'zi hayotimda nimalarga erishdim, nima qildim? Shunaqa savollar, o'zi ertalabgacha shu savollarni berib, endi dedim, hali men endi qo'rqmasdan yashayman, chunki hali pulim bo'lsa keyin buni qilaman yoki biror narsa bo'lsa keyin buni qilaman. Yo'q, endi men full yashayman. Masalan, bir joyga borgim kelyaptimi? Boraman. Bir narsani kutib, nima qilib hali, nima qilib tejab, nimadir hozir qilaman. Hozir qilarsa bo'ladimi shu narsani sразу qilaman hali. Odam shunaqa ekanda, o'limga yaqin kelganda keyin yashashni boshlar ekan. Shunaqa. His qilsa. Haqiqatda shunaqa bo'ldi. Endi o'shandan beri rostdan ham Xudoga shukr, xohlagan joyimga boryapman, xohlagan joyimga sayohat qilyapman. Parashyutlardan tashlayapman. Bu ham turtki bo'ldi. Bu ham turtki bo'lgan. Конечно, bu ham turtki bo'lgan. O'shanga negativ bo'lsa ham yaxshi tarafga o'zgartira olgan. Bu Koreyada bo'lgan voqea. Alloh o'zi shunaqa sinovlarni ko'rsatib, o'zi shunaqa yo'naltiradi. Biz ba'zida buni tushunmaymiz, noliymiz afsuski. Keyingi savolimga o'tsam, men bu o'zi ba'zida Instagramda ko'rganimda ko'rib qolaman sizni. Instagramda o'sha videongizni ko'rdim, TED Talk bo'yicha. O'sha TED Talk sahnasiga chiqish nasib qilgan ekan. U bilaman, rasmiy o'sha o'zini 14 millionli adashmasam podpiskasiga ega bo'lgan kanal. O'sha sahnada chiqish qilgan ekansiz. O'zi qanaqa tuyg'ular o'tdi? O'zi umuman olganda hammaga ham nasib qilmaydi axir chiqish. Qanaqa tuyg'ular o'tdi o'zi sizdan? Shuni aytib bersangiz chiqishdan oldin. Alhamdulillah, o'sha TEDxga chiqishim Soulbridge tufayli bo'lgan. Soulbridge Wusong universitetiga qarashli fakultetda, Soulbridge Business fakulteti. O'shanda Koreya bo'ylab spikerlarni saralashayotganida bizning universitetdan 2 kishi chiqqan. O'sha ichida men ham borman. Qana bo'lgan bizga studentlarni ovozini eshitgani, ovozi deganda shular ularning fikrini eshitgani bir o'zimizdan odam chiqsin deyishgan. Shunga birinchi casting bo'lganda, casting bo'lgan, har xil odamlar kelgan, endi Koreyadan kelib spikerlar o'zini nima demoqchiligini ko'rsatishgan. O'sha castingdan keyin mana o'sha kun keldi, 23-noyabr edi. 2018-yil, hali esimda. O'sha Tumalax, nima deydi, tochka deydi-ku, o'sha prezentatsiya. Tumalax alohida qilingan joy. O'sha nima, endi men turibman, mani ismimni chaqiryapti, hali videoshisi. Juda ham hayajonlanyapman. Chunki birinchi marta
как professionalniy sahnada rostakam. Rostakam. Oldin ham bo'lgan, просто endi bu rostakam bu. Bu rostakam. Kameralar, maytimda narsalar, mikrofonlar chiqishdan oldin sakrayapman endi o'zimni nima qilish uchun, tinchlantirish uchun, energiya o'zimga nima qilish uchun. Keyin chiqdim. Uzlaganman-da. Boshida birinchi. Uzlaganman. Speechimni ko'rsangiz birinchi gapim who am I degan nima bilan mavzu shunaqa bo'lgan. Kimman degan nima bilan savol bilan boshlayapman. Pauza qilyapman, qaltirayapman-da, mo'lyapman-da, hayajonlanyapman, lekin jicha tabassum qilib, kulib, o'zimni qo'lga olib, fight or flight degan nima bor-da, response bor miyada, yo'q muzilaysiz, yo'q kurashasiz. Siz qaysini tanladingiz? Kurashni tanladim. Yo, ko'rib chiqdim haqiqatda. Ya'ni hayajon kuchli bo'lgan. Hayajon kuchli bo'lgan, birinchi marta professionalni bo'lganiga, lekin yaxshi o'tgan. Lekin hayolimda hayajonni yaxshi yengib oldi. Chunki men ko'rib e'tibor qildim, boshida who am I dedingizda, shunday to'xtab turib, o'zi shunaqa narsa bor ekan, ozgina to'xtab odam o'ziga keladi. O'zi pauza qilsa, speakingda shunaqa. Gap yo'q, men shu savolni davom ettirib yana bitta savol beraman. Umuman olganda mavzungizni eshitdim. Misol uchun siz maktabda o'qigan paytingizdagi ta'lim, bilim yurtlarida deylik, umumiy hisobda qanaqa bilim berilishi kerak? Ya'ni sizni o'zingizni точка зрения bo'yicha olib qaraganda, nima deb o'ylaysiz? Mana 7 yil o'tdi. Hozir mana xususiy maktablar ochilyapti. Mana o'zingiz shaxsiy fikringiz. Nima deb o'ylaysiz? Qanaqadir o'zgarishlar bormi? Misol uchun har xil yangi deylik maktablar ochilyapti. Qanaqadir o'zgarish bormi? Nima deb o'ylaysiz? O'zgarishlar bor, lekin ko'proq o'zgarish, nima deylik, masalan, ingliz tilidan juda ham ko'p o'quv markazi, ingliz tiliga, IELTS ga asoslashtirilgan, SAT ga. Bu narsalar zo'r, lekin bu narsalar nima deydi, bitta bir bosqich xolosda. Masalan, IELTS da olildi, просто muloqot uchun kerak xolos. Masalan, sertifikat universitetga kirish uchun kerak xolos edi-da bizga o'sha. IELTS topshirganimizdan keyin qandaydir bo'shliq bo'lganda bizda, endi mana IELTS topib qo'ydik-ku, hali. Endi nima qilamiz? Davomi qanaqa bo'ladi? Endi nima bo'ladi? To'g'ri, yaxshi, ko'p bolalar hozir, ya'ni молодое поколение 8 olib chiqishyapti. Bizni masalan u paytda olmas edik. 9 olib chiqishyapti. Wow, zo'r. Lekin prosta boshqa narsalarga, mana shu speechim o'zi nima haqida edi? Life skill haqida. Men o'shani aytmoqchiman. Speech o'zi life skill nima? Hayotda kerak bo'ladigan bizga o'sha nimalarda navik, nima deydi o'zbekchasiga? O'zingizni misol qobiliyatlar, masalan, hech kim ishxonada bo'layotgan stressni qanday yengishni maktabda o'rgatmaydi. Siz uni hayot o'rgatadi. Shu hayot o'rgatadigan narsalarda jicha oldinroq tayyorlasak nima bo'larkin deb chiqdim-da men o'sha TEDxga. Men o'sha ma'noda aytyapmanki, ayni siz aytgan fikringiz hozir bo'layotgan holatda o'zgarish bormi demoqchi. Maktabda shu narsalar hozir bormi? Endi misol uchun siz albatta Dubaydasiz, unaqa xabardor bassiz, lekin yaqinlaringiz satda adashmasam, ayingiz ham o'qituvchilar. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, maktabda hozir shu narsalar bormi, nima deb o'ylaysiz? Qanaqadir o'zgarish bo'ldimi, yo'qmi? Chunki mana shuncha vaqt o'tdi, o'shancha vaqtdan keyin shu gapni yana qayta ayta olasizmi, yo'q? Qayta ayta olaman. Ya'ni unaqa o'zgarish katta emas. Bordir, lekin unaqa masshtabda emas. Chunki masalan, biz universitetlarda nechtadan fan o'rganamiz? 20 tadan fanmi bitta nimada semestrda? Shunaqa. U fanlar ham keyin bo'lim bo'lib ketgan, umuman. Ichida masalan, to'g'ri, balki bordir, falsafadan dars bordir, nimalardan ham dars bordir, lekin yo'nalishingizga taalluqli bo'lmagan narsalar ko'p, lishli narsalar ko'p. Keyin uni nima deydi? Masalan, life skill haqida gaplashyapsiz. Masalan, deylik, sizni sohangiz biznes, biznes ekonomika fakultetida o'qiyapsiz, deylik. Biznesda nima kerak? To'g'ri, biznes qilish kerak, lekin biznes qilish uchun sizga ba'ziviy, ya'ni muloqot qilishni, переговор qilishni o'rgatish kerak. Asosan.
faqat kitobda berib qo'yib, konspekt qilib, u bilan ish bitmaydi-da. Uni masalan nima bo'lardi bizda biznes, haqiqiy biznes qilgan odamni olib kelib gapirtirardi, masalan universitetlarga. Tajribali odamlarni. Yoki kerak bo'lsa bizni olib boshqa davlatga olib borib, o'sha yerda biznes, nima deydi? Negotiation, shu konferensiyalar qilishardi. Чтобы biz haqiqatda o'sha protsessga kirib, haqiqatda o'rganishimiz uchun bitta ko'proq praktik narsalarni o'rgatishdi, amaliy narsalarni. Mana shunaqa. Endi teoriya bilan amaliy holat farq qiladi, to'g'ri aytyapsiz. Shu narsada ko'pchilik masalan doktorlar borib o'rganadi-ku nimalarga, sraz больницаларga borib ko'rib nima qiladi-ku. Biz boshqa sohalarda nima bo'lmaydi-da unchalik, ko'proq bo'lib qoladi. Shunaqa, bizda sal yo'lga qo'yilmagan shu narsa, qo'shilaman. Keyingi savolim, endi bu savol sizda TED Talk olib borasiz. Men misol uchun xabarim bor, speaking klublarda qatnashganingizda ko'rardim. Ko'plab odamlarni umuman ilhomlantirasiz. Endi meni fikrim bo'yicha. Lekin o'zingizda motivatsiya misol pasaysa, yo'qolib qolsa, o'zi nima qilasiz? O'zi qanaqadir bilmayman, hobbingiz bormi yo birorta bir bilmayman, hozir aytdingiz, o samolyotdan nima bilib sakrayman dedingiz misol uchun. Qanaqadir narsa yordam beradimi sizga motivatsiyani qaytadan yana olish uchun? Bo'lib turadi, ba'zida masalan motivatsiya vashi baland yuradi, aman yuradi, yana tushib ketadi, tepa past bo'lib yuraveradi. Sport masalan yordam beradi, yugurish. O'sha yugurish o'zi asosiy sababi ham o'zi shu. O'zimni nima ushlab turish uchun, sog'lom ushlab turish uchun, o'sha motivatsiya tushsa ham-da, u tushib ketsa ham yuguraman, tushmasa ham yuguraman. O'sha nima qilib turgan, stabilniy hayot, stabilniy здоровье deydi, stabilniy sog'lom ushlab turganida o'zimni. Конечно же, o'sha namozlar, motivatsiya, ibodat. Endi motivatsiya deganda motivatsiya shuna narsaki, bir kun bor, ertasiga yo'q. Bundan kuchliroq so'z disiplina. O'zbekchasiga disiplina, intizom. Chunki motivatsiyangiz bormi, yo'qmi, uni qilish kerak. Chunki masalan marafon yugursa ham, marafon 42 kilometr. Qaysidir moment odamni o'zi motivatsiyasi tugab bo'ladi. Qaysidir momentdan keyin ag'iga o'zi faqat o'sha intizom bilan, sabr bilan yetib olsa bo'ladi-da, finishgacha. Shunaqa. Qo'shilaman. Keyingi savol ayni hozir yugurish bo'yicha, bu o'zi eng bermoqchi bo'lgan savolim o'zi shu edi. 100 kilometr yugurdingiz, mana shu yugurishda umuman olganda to'xtayman degan fikr keladi baribir, hozir aytganingizdek. 100%. O'sha kelgan paytda ayni qaysi kilometrda keldi va siz qanaqa qilib buni uddaladingiz? Ya'ni qanday qilib bundan o'tdingiz? Hozir sizga ikkita voqea aytaman. Masalan, birinchi neofitsialniy deylik, neofitsialniy 100 kilometr o'tgan yili yugurdim. U 100 kilometr 18 avgust kuni tug'ilgan kunimda 100 kilometr yugurganman o'tgan yili. U neofitsialniy, просто u paytda mental health endi nima bo'ladi o'zbekchasi? Mental health awareness. Mental health deganda biz masalan ko'p odam depressiyada, stressda bo'ladi-ku, sog'lom o'shani targ'ib qilib odamlar shu haqida ham gapirsin, shu narsaga ham e'tibor bersin, chunki ko'p odam stress bo'ladi, kasal bo'ladi, nimadan ekan deb yuraveradi-da. Ichidagi narsani gapirmaydi, ayniqsa erkak kishi. Ichidagi narsani o'shani nimasida mental health awarenessda targ'ib qilaman, olib chiqaman deb 100 kilometr o'sha tug'ilgan kunda yuguraman deb Dubayda eng issiq jazirama, havo почти nafas olmaydigan paytda yuguraman deb nima qildim? Qancha edi gradus? Qaror qildim. Bemalol 40 gradus. O'sha paytda soat bir
5:30-6 deyay boshlaganman. Videosi ham bor. Kech payti shu 5:30-6da boshlaganman. Ertalab где-то bir obedda 1-2da tugatganman. 19 soat yugurganman. U to'xtab, ovqatlanib, to'xtab, yana yugurib, suv quyib. Birinchi 50 kilometrini qanday yurganimni bilmayman, chunki shunaqa qiyin bo'lyapti birinchi 50 chunki hatta bilasiz namlik juda ham baland, ayniqsa yozda vashe baland, nafas olish juda ham qiyin. Ustimdan suv quyyapman, chanqayapman, yordam bermayapti. Yaxshi yonimga bolalar kelib, podeshka qilib yugurishyapti men bilan. Lekin bari qiyin bo'lyapti. O'ylayapman-da o'zi. Endi 20 kilometr yugurdim. Hozir yana 80 kilometr bormi deyapman-da. Qani yuguraman deyapman. Keyin chizib oldim-da, miyamda masalan 10 qilib 10 marta qilsam tugaydi. Keyin qarasam, miya qisyapti, miyaga og'irlik qilyapti 10 kilometr. Какой-то момент 50 kilometrda yugurib bo'ldim. Soat 12da ovqatlanib, bitta kiyimlarimni almashtirib bo'ldi. Endi pererv ham unaqa ko'p emas, 15 minut, 20 minut ashaqa pererv. Yo'q, men 10 kilometr yugura olmayman deyapman-da. Даже 5 kilometr ham yugura olmayman deyapman-da. Уже taslim bo'lyapman. Bo'lmasa deyapman, hozir 2,5 kilometr yuguraman deyapman. 2,5 miyaga osonroqda nima qilish? Hazm qilish, переварить qilish. 2,5. Bo'ldi, men 100 yugurmayman deyapman o'zimga, miyamda. Faqat 2,5 yuguraman. O'sha 2,5 bilan ertalabki obedgacha 2,5 aql, 2,5 aql. 2,5. Plyajda bo'lgan, Dubayda plyajda bo'lgan, shu yuguradigan spetsialniy дорожкasi bor. 2,5 aql, 2,5 aql deb shuna qilib tugatganmiz. Bu nimalar, tugatganimdan keyin tuyg'ular va shu 100 kilometrda yugura olsam, endi o'ylab qo'yavering nimalar qilib tashlayman deyapman-da, hayotimda. O'sha motivatsiya 100 ga chiqdi. Undan keyin, Sababiga buni qila olsam, to'shda men любой ishni qila olaman degan. Shunday mindset shakllanadi. Keladi, to'g'ri. Bu birinchi 100 kilometr. Ikkinchisi yaqinda bo'ldi, yanvarda bo'ldi. Hech kimga nima qilmayman, rekomendatsiya qilmayman buni yugurishda, chunki bu tog'da bo'ldi. Tog'da 100 kilometr. Tog'da degani bu tekis yo'l emas, u past baland, keyin oddiy past baland bor. Hatto toshlar, unga spetsialniy krossovka kerak, spetsialniy ekipirovka kerak, palkalar kerak. O'zingiz bilan nima deydi, meditsinskiy pomosh olishingiz kerak, pushtek olishingiz kerak, fonar olishingiz kerak, shapka, jaket, yomg'ir yog'ib borsa, keyin spetsialniy nima bo'ladi? Yopingani, ko'chada qolib ketib qolsangiz, adyol falgadan qilingan. Kerakli hammasi olishingiz kerak. Hamma yoqda olib, ustiga siz uni ko'tarib olishingiz kerak. Yugurishingiz kerak. Короче, harbiy tayyorgarlik bo'libdi-da. Harbiy tayyorgarlik, unga где-то примерно 1 yil tayyorgarlik ko'rdim. Trenirovka qildim 1 yil. 2025-yil общий счётda 2000 kilometr yugurdim. Umumiy hisobda o'sha trenirovkalar bilan ichiga kirib ketdi. O'yladimki, trenirovka yaxshi qildim, lekin yaxshi qilmagan ekanman, shuning uchun ham yetmagan ekan. Короче, boshlandi o'sha Razalxaymada bo'ldi. Razalxayma boshqa emirat, o'sha Huayn emirati. Boshlandi bir где-то 5-6 o'sha ertalab boshlandi. 6-7 boshlandi. Yaxshi boshlandi, chunki nima deydi, manzara, tog'lar, kayfiyati yaxshi, ketyapmiz, lekin nima deydi, balandligi bir xil joylar bor. Yugura olmaysiz-da, faqat chiqishingiz kerak-da, nima qilib, palkalarda toshlarga suyanib chiqishingiz kerak. Keyin nimalar ham yo'q, страховка yo'q. Yiqilib tushsangiz, как бы o'zingiz nimasiz, o'zingiz binovan. Rozilik berib qo'ygansiz, nima bo'lsa bo'ldi. Ketyapmiz, 20 kilometr bo'ldi.
bilmay 20 kilometrda o'zi tekis yo'lda yugursangiz 2 soat vaqt ketadi. U hatta 4 soat 5 soat vaqt ketyapti-da nima nisbatiga tepaligi. Da. Bir deta bir bilmadim 70-kilometrda уже qorong'i tushdi. Bolalar meni kutib turadi. Meni hammani o'zini komandasi bor-da. Keyin drop-back station degan narsa bor. Kiyimlaringizni qo'yib qo'yasiz, дополнительный smena kiyimlaringizni qo'yib qo'yasiz. O'sha joyga yetib bordim. Bola kiyimlarni olib keldi, уже kech payt. Ovqatlanyapman, nima qilyapman, yo'lda ham nimalar berishyapti, har xil napitkalar berishyapti, mevalar berishyapti. Ozuqalar. Men kech payt bo'lgan, uxlab olishim kerak. 70-mi, где-то kilometrdaman. Uxlamasam bo'lmaydi, uchib qolaman. Ko'tarolmayapti. O'sha organizm charchadi. Hatto keyin yana vaqtga-da, uni rashodini olishingiz kerak. Общий 56 soatmi deya nimasi. O'shani o'tib ketmaslik kerak. Keyin har bitta tochkani, checkpointni o'zini vaqti bor. O'sha vaqtgacha yetib borishingiz kerak. O'sha vaqtga yetib bormasangiz, nimadan o'yindan chiqib ketasiz. O'shani xavotir olyapman, bora olamanmi, yetib olamanmi deyapman-da. Keyin mashinaga yotdim, bola adyol berdi. Adyolni o'radim. Uxlayapman, yarim soat uxlayman dedim. Yarim soatdan keyin uyg'otishyapti. O'sha taslim bo'lish savol berdingiz-ku, shunaqa bosyapti, bo'ldi, 70 kilometr yugurib olding, bo'ldi. Yetadi, kimga nima isbotlayapsan? Ha, kimga nima isbotlayapsan, bo'ldi. Uxlavergan. Всё, ketdi uyga. Bo'lyapti ichimda. Keyin o'rtog'im ko'ryapti, işte turolmayman hozir. Yana yarim soatmi deyapti. Yana yarim soat yotavering deyapti, uxlab olavering deyapti. Bo'pti, yana yarim soat. Turdim. Yana bosyapti. Qancha ko'p dam olsangiz shuncha yana bosyapti. Endi uxlamayman-da. Yana bosyapti, yag'ladim. Turmasam bo'lmaydi. Turdim. Zimiston. Fanarni oldim, boshga taqdim. Ikkita palkamida o'zi bittasi ishlamayapti. O'shaning uchun bitta palkadaman. Bo'pti, bolalar dedim. Endi xudodan. Soat 10mi, 11mi, как уже hech narsa ko'rinmayapti, faqat fanar, tog', hech kim yo'q, tepaga qarab chiqib ketyapman. Tepaga где-то bir 2 kilometr chiqdim tepaga. Примерно. Bunday aylanib. Bir payt ketyapman. Qulog'im bekigan, tog'da endi tepaga nima qilsa havo. Hech kim yo'q. Ahli ko'p, masalan, menga o'xshab yurayotganlar ko'p, lekin hamma o'zini nimasida ketyapti, o'zini skoroustida ketyapti. O'shaning uchun hech kim yo'q. Atrofda hech kim yo'q, qop-qorong'i. Просто qop-qorong'i. Bitta o'zim. Mana mashitda nima boshlanadi, o'sha haqiqiy kurash boshlanadi, chunki nimalardandir ham qo'rqasiz, o'zingiz ham bilmaysiz nimadan qo'rqayotganingizni. Qop-qorong'ida xavotirlanyapsiz. Tushib ketishingiz mumkin, tog'dasiz. Shamol yana bo'lyapti, ajoyib. Bir nima qilib tepaga tochkaga chiqib oldim, o'sha nima qilishgan ekan, kostyor qilishgan ekan. O'sha ovqat berishdi, kofe berishdi. O'sha ozgina isinib, o'tirib, keyin yana davom etdim. Sahar bo'ldi, ertalab tushdi. Bir nima qilib, nimalardir qilib 94mi, 95-kilometrga yetib oldim. Keyin o'sha aqa mashina kirish mumkin, attan bolalar keldi. O'sha 95-kilometrda biz kofe olib kelishdi yana o'tirdim, xursand bo'ldim, ularni yuragi odam ko'rsa zor ketadi. Revizor ko'rsadaqa. Kechasi bilan odam ko'rmay, ertalab ko'rib. O'tiribmiz, endi 100 mailga men registratsiya qilganman. 100 mail degani 160 kilometr degani. Men o'zi 160 kilometr yurishim kerak edi o'shanda. O'zi aslida. Keyin nima bo'ldi? Bo'pti, xayrlashdi. Endi sizlar bilan shu bilan bir
120-da ko'rishamiz shekilli dedim bolalar bilan. Chunki toqqa mosha chiqolmaydi-da, har xil joylarda. Bir xil joylarga chiqiladi xolos. Ketyapman. 100 kilometrdan ag'i уже umuman уже ko'tarolmayapti, уже tana ko'tarolmayapti. Chunki shu yugurish davomida men tuzli suv ham ichyapman-da. Chunki terlasangiz tuzingiz chiqib ketadi, tuz ichish kerak. Lekin men sleshim ko'p ichib olganmanmi, yo уже organizm уже 24 soatdan keyin uncha ko'p tuzni nima qila olmayapti-da, ko'tarolmayapti. Jig'ildonib qaynab ketyapti. Suv ichyapman, oddiy suv ichyapman, lekin hech nima bo'lmayapti, chanqayapman. Bosilmayapti. Qancha suv ichsam, shuncha chanqayapman. Ichmasam ham chanqayapman. Короче, 105 kilometrmi, 103 kilometrmi bilmadim. O'sha soatim batareykasi tugayapti. Soatimda GPS yo'l ko'rsatib turadi. Soatim o'chib qoldi. Mana bo'lmasam dedim. O'zim ham o'chyapman. Hamma o'sha wrong ketyapti. Hamma o'sha nimaga olib kelib qo'yapti meni. O'sha taslim bo'lishimga olib kelib qo'yapti hamma. To'xtashingiz. Ketyapman. Yaxshi telefonimda zaryadkam bor yana. Ketyapman. 170 kilometrmi soat o'chdi. Bir payt yomg'ir yog'ishni boshladi. Tog'da biz hamma yoq siyg'anchiq. Keyin telefon bo'lyapti. O'rtam telefon qilyapti. Bo'lyapti. Bo'ladi. Bo'ldi, tugadi deyapti. Deyapti. Qanday tugadi? Bo'ldi, yomg'ir ofitsialniy nima keldi bizga deyapti. Endi ular qarab turibdi-da, prilojeniyasi ham bor. Ko'rib tursangiz bo'ladi qayerga ketayotganini. Bo'ldi, tugadi. Men ishlamayapman-da. Yo'q deyapman-da. Ofitsialniy to'xtatildi. Ofitsialniy o'sha reys to'xtatildi deyapti. Qayting deyapti. Aman tog'da o'rtasidaman. Soatim ham ishlamayapti. Qayerga boraman hozir? Keyin hali emergency number bor edi, telefon qildik, qayerga boraylik hozir? Keyin ular aytayapti, "Yo, tepaga chiqavering" deyapti. Biz o'shda keyin sizga joy qilib beramiz, yesichib qolasiz deyapti. Men qayerda qolaman hozir deyapman-da, ketish kerak, orqaga qaytish kerak. Va to'rtam yo pastga tushing deyapti. Oxirgi marta borgan joyingizga qayting deyapti. Oxirgi checkpointingizga qayting deyapti. Lekin men o'rtada qolib ketganman-da. U tomonga bir xil masofa. Почти, наверное deyapman-da. Keyin haligi hamma yo'g'im charchab bo'lgan, to'kilib ketganman o'sha oyoqlar o'zi vashi. Lekin o'shanda yana nima hayotga kurash dedi-ku, uyg'ondi. 2 soatlik chiqqan tepalikqa men yarim soatda tushib qo'ydim tezlikda. Dumalab tushmadingmi? Shunaqa tez tushyapman, hali nima deydi, shunaqa qo'rqyapman hamda, chunki hozir qorong'i bo'lib ketsa, yomg'ir ham yog'yapti, siyg'ancha, o'zi siyg'anib tushyapman. Tasavvur qilyapman. Короче, qorong'i bo'ldi, fonarni yoqdim. Kichkina unaqa etiketkaga o'xshagan nimalar yopishtirib qo'yishgan toshga, yo'l ko'rsatgani. O'shalarni qarab ketyapman-da pastga. Yo'l ham esimda yo'qda, qanday kelgani. Shular qarab pastga tushib oldim. Keyin o'rtam mashinada keldi va uni topgunimcha yana yarim soat, 1 soat vaqt ketdi. Bir-birimizni topgunimizcha qorong'ida topib oldik. Men qutqarildim. Keyin общий счётda 107-110 kilometr yugurgan. Bosib o'tdingiz. Bosib o'tdim. Shunday bo'lib bu tugadi. Qoyil. Shuncha narsa o'tgan ekan, boshida 107 kilometrni bosguncha butun hayot o'tibdi-da boshingizdan. Общий счёт 30 soatmikan bo'ldi. 30 soat, o'zi 56 soat berilgan 160 kilometrga deyapsiz-da. Eplasa bo'ladigan vaqt ekanda. Eplasa bo'ladigan. Endi agar tayyorgarlik qilgan odam albatta, bu hozircha oson gapirib tayyorgarlik qilib eplasa bo'ladi. Lekin u tayyorgarlik ham hamma uchun emas. Aytmoqchimanki, o'sha o'zini o'zi intizomini ushlaydigan odam uchun. Miyas uxlamaganingizdan keyin har xil gallyutsinatsiyalar boshlanadi, har xil fikrlar. o'sha orqaga tortish boshlanadi. Qoyil, men bu darajada voqealar bo'lganini bilmagandim. Nimalarda videolarda ko'rdim, o'sha tog'li joylarda yuribsizlar-da, no gap yo'q.
Bu вообще zo'r. Hurmatga sazovor narsa bo'lgan ekan. Rahmat. Shuning uchun ham men ahd qilgandim sizni chaqirishga. Endi keyingi savolga o'tamiz. Bunday voqealardan keyin boshqa savolga o'tishimiz kerak. Hop, endi 7-savol. Hozirda ba'zi bir o'zbek hamyurtlarimiz hozir xuddi shu davomi desak bo'ladi. Davomi. Ironman degan triatlon bor. Men orada bir qiziqib ko'ryapman. Biz o'zbeklar chiqqandan faxrlanib ko'raman-da, maza qilaman. Qatnashyapti. Endi men to'liq hozir esimda yo'q. Suzish bor, yugurish bor, keyin yana qanaqadir nimasi bor buni. 3 ta nima. Shunga misol uchun men savolim shundan iboratki, siz tayyorgarliklaringizni ko'rib, shuna xulosa keldiki, balkim o'shanga tayyorgarlik qilyaptimikin degan narsa o'tdi. O'shanga nima deysiz bunga? Rostdan o'shanga tayyorgarlik bormi? Inshaalloh niyat bor. Ironman o'zi железный человек deb nima qilinadi-yu, перевод qilinadi. Temir odam haqiqatda bu triatlon, bu masofani bosib o'tish hammaga ham emas. Shunaqa. O'zi masalan marafonda ham adashmasam necha foiz odam yuguradi dunyo bo'ylab? 1%mi, bilmayman. Dunyo bo'ylab 1% nasilение yuguradi. Yugura oladi. Ironman yana ham takomillashgan. 0 butun уже ketadi. O'sha Ironmanni qilish u juda ham qiyin narsa. Masalan, Ironmanda ham 2 xili bor. Masalan, yarim Ironman bor. И полный Ironman bor. O'sha полный Ironmanida adashmasam 3.9 kilometr suzasiz. 180 kilometr velik minasiz. Velik bor. И oxiriga yana yugurasiz. 42 kilometr yugurasiz. Bu marafon. Bu bir kunda bo'ladi. Buni ham vaqtlari bor. Buni ham vaqtlarini checkpoint deganingiz. Vaqtida kelish kerak. Shuni bir kunda uddalasiz, siz как Ironman bo'lasiz. Buni o'zi hikoyasi. Oldin shu Amerikada desantlar, tepadan osmondan sakraydigan desantlar, yerda yuradigan suxoputniy narsalar и nimalar ham deydi, Navy'ni nima deydi, Morskoy pexota. O'shalar o'rtasida spor bo'lgan ekan. Dengizchilar. Kim tezroq nima qiladi, kim tezroq yuguradi, kim tezroq suzadi. Musobaqa. Keyin aytishgan ekan, bo'pti, hammasini qilamiz. Suzamiz, yuguramiz, minamiz. Kim birinchi kelsa, o'sha yutgan bo'lar, o'sha Ironman bo'ladi degan ekan. O'shandan beri o'sha nima bo'lib ketdi? Odat tusiga aylangan. Bo'lib, o'sha hozir dunyo bo'ylab Ironman bo'ladi. Epla olgan, qo'lidan kelgan odamlar qatnashadi. Xohlagan odam. Bizda ham ko'rib turaman, adashmasam bitta o'zbek akamiz bor, Shavkat aka shekilli. Shunaqa marafonlar qilishadi, Ironmanlar qilishadi. Yaqinda I Love Sport uzmi, shunaqa kanal bor Instagramda. Cho'lda yugurishdi. 200 dan ko'p kilometr, 250 kilometr adashmasam, cho'lda yugurishdi-da. Bunaqa distansiyaga yugurish. Cho'lda tag'in. Cho'lda. Oddiy joylarda emas, cho'lda. Hayronman. Boshqa o'zbek hamyurtlarimiz bor. Bor. Men o'sha kunuzda ko'rib, o'sha sразу xayolimga keldingiz. Bola ham juda uzoq masofalar yuryapti. Ironmanga harakat. Endi ko'ramiz, narigi yilmi, bu yilmi. U ma'lum bir dunyoning ma'lum bir joylarida bo'ladimi yo o'zini joylari bor? O'shanga moslashtirgan joylar bormi? Moslashtirgan joylarda bo'ladi. Hamma joyda ham bo'lmaydi. O'sha Yevropada bo'ladi. Oliy joylarda bo'ladi ko'pincha. Omanda ham bo'lgan, Dubayda ham bo'lgan adashmasam. Suv bor joyda-da, endi suv kerak. O'sha maxsus o'ziga mos joylarda bo'ladi endi. Tushunarli gap yo'q. Ilohim omad. Keyin yana o'sha ko'rib qolamiz degan umiddaman. Kunuzda ham chiqasiz degan umidamiz inshaalloh. Farg'onadan ham bitta odam chiqadi inshaalloh. Inshaalloh. Savolim shunday iborat, yana shu mavzuga baribir aylanib qaytib kelyapmiz. Yugurish sizga sabrni o'rgatdimi yoki sabr sizni yugurishga olib keldimi? Shu savolingizni aytdim-da, o'sha kaska qistada. Endi to'g'risi yugurib
sabr nimaligini tushundim. Yugurish sabrga olib kelibdi demaysiz. Chunki shunaqa paytlar bo'ladi. Masalan, birinchi marafonimni eslayman. Birinchi marta marafon Dubayda yugurganman, 42 kilometr. Uncha tayyorgarlik ko'rmaganman. Общий 6 soatda kelganman-da, 42 kilometr 6 soatda. Почти уже nimasi tugaganda kelganman-da, oxiriga kelganman-da. O'shanda masalan shunaqa paytlar bo'lgan, уже tomir tortib mana tiz bo'g'ini tomir tortadi-da. U nimadan bo'ladi? Hayajondan, yaxshi tayyorgarlik tayyorman. Yaxshi ovqatlanmaganman, tuz yetishmovchiligi, har xil narsa, faktorlar ko'p. Yaxshi nima qilmaganman, rastashka qilmaganman, faktorlar ko'p. O'sha paytlarda taslim bo'lgisi keladi. Bitta narsasiz olib chiqib ketadigan shu sabr qilib, intizom, sabr qilib borib olish oxirigacha. O'shanda mana shu sabr nima ekan, shuni tushunar ekansizda. Ya'ni siz yugurish orqasidan sabr qilishni o'rgandingiz. Bu sport nafaqat sabr, o'sha intizomni ham o'rgatadi aytganingizdek. Haqiqatda. O'sha masalan bu narsalarni nimaga marafon yugurgan odamlar hali boshqa sohalarda ham, hayotda ham ko'proq sabrliroq bo'lishadi yoki biror narsani qiyin bo'lsa ham qiyin narsalarni qilishadi. Chunki mana shu yugurganda qiyinchilik ko'rib, sabrini sinab, o'zini sinab, intizomini sinab, o'zi katta ishlarga ham qo'l uradi. Inshaalloh aytganingiz kelsin doim. And if you don't mind, I have another questions in English. Actually, I know that you really like to speak in English. That's why I have 3 questions for you. The first one, tell us about a moment in your life when you almost gave up but didn't. What exactly kept you doing? I mean, doing or going, it doesn't matter. Yeah. Okay. In general, right? In general. I think in general, I thank God in the first place. I have a strong will, like a strong willpower. Yeah. Like we talked about patience, willpower, whatever you want to call it. I thank God for that, and it keeps me going because I had tough times during my studies in Korea. It was hard to survive. I know there are people who struggled more than me, but yeah, I also struggled. And there were moments where I didn't want to study, but like give up and work and. But you had to, yeah. I had to study. I had to at the same time survive, earn money, cover my expenses. I wanted to give up, but the fact that there is family, right, waiting for me, hoping that I will do better, investing in me, investing their funds, right, their hopes, their intentions, their dreams. So that kept me going. I just can't give up. In general, the family keeps me going, no matter what, no matter what. But to be more specific and relatable to our topic, which is running, it was during all these runs, during 100 kilometer, during 42, whatever, during any kind of marathon. I just know that if I give up today, then what I'm gonna tell my son or my daughter in the future. Well, if they look at me and tell me, why didn't you do this, or why you couldn't do this, what I'm gonna say? Oh my. Am I gonna say, I was just tired? Yeah, I didn't want to do that. No. So even in this latest 100K, I wanted to give up. I was ready to give up. Oh my God. I was ready to, I'm telling you, but I just couldn't give up. And the weather intervened, rain intervened.
Yeah. I don't know. It's kind of a sign for me that I should learn to stop. Yes, I should learn to stop, but not give up. Yeah. Yeah. Learn to stop, but don't give up. Ah, great. Thank you so much. The next question: how has running 100 kilometers changed the way you see pain, limits, and discipline in everyday life? Yes. Actually, I have to give credits to my coach, Coach Tony. He's a brain coach. He taught me a lot in terms of how really pain and pleasure works, because we are actually driven not by the pain or pleasure, but by the perception of pain and pleasure. Because like you, like as a human being, right, you're more motivated to do something that that will create a sense of pleasure for you. For example, like let's say there's a chocolate. You know, if you do this, right, you'll get a chocolate. So this thing is more attractive to you. So that's why the pleasure, right, the pleasure, the perception of the pleasure drives you. Not the job itself. Like it doesn't matter. But if the job creates a sense of pleasure, you'll do it. The same thing with running. With the limitations, like we can switch it, flip it. For example, running a marathon, running 100K, it's hard, it's painful. It's very painful. But what is the end of the pain? Pleasure. Right. Like the triumph, satisfaction, the glory, right? Sure. How proud you become, right? So if you can flip your perception around the pain, you can do a lot of things. It's a kind of programming, reprogramming your mind. Yes, it's reprogramming your mind. It's the same thing with the discipline, because one day you have motivation, the next day you don't have motivation. So if you can reprogram it in a way that it doesn't matter what I feel, but I know for sure that if I do this today, if I become more disciplined today, then the end, right? It's like delayed gratification. The end is more pleasurable. The end is better than the now. Got it. That's why you needed the experienced coach for that. And he helped you. He helped me to just build a mindset and understand how the brain works, where the instincts like fight or flight it's regulated here, you know. Maybe he just eradicated some fears, maybe. The thing is, we cannot eradicate the fear. Really? We can just use it the right way, because yes, I'm afraid that I will not make it, let's say, while running a marathon. I'm afraid, I'm scared, but like, you know, in the movies when there's an animal running after you, you run faster. You know, so if you can use the fear that way, sure, right, in a good way, you can do it. Because fear can be used in a bad way, like you're scared, so you freeze, you don't want to do anything. That's cool. And the last question, actually the last one, imagine you are speaking on a global stage right now, for example. What message would you deliver to millions of young people, and why does it matter to you personally? I think I would speak about potential. You know, the word potential means an ability that you have, but you haven't yet realized it to a full scale. All of us have God-given potential. Like it's not just random that you have certain dreams or certain goals. You have potential to fulfill them. Like I want so many people to understand that they already have the potential. They just need a little bit discipline, you know,
a little Yeah. bit discipline to go and explore what's in their heart. And I want to help people with that too, to explore their potential. What's holding them back? Like, what are the blocks? What are the traumas? What are the things, you know, the opinions, the society that are holding them back? So my message would be, you got the potential. It's time to just unleash it. And you are enough. Yeah, you are enough. Great. Oh my gosh. Thank you so much. Thank you. Katta rahmat. Rahmat. O'ylantiradigan gaplar bo'ldi, to'g'risi. Rahmat sizga, Humoyun, Rahmat kelganingizga rahmat. Agar oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, katta rahmat. Suhbatimiz Thank you. ozgina uzayib ketdi. Nimaga deganda voqealar juda ham ko'p ekan. Shuning uchun obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Shunga o'xshagan kontent yoqayotgan bo'lsa, albatta inshaalloh kelajakda shunaqa insonlar bilan yana ko'rishib, gaplashib nasib bo'lsa inshaalloh qilamiz. Sizga ham katta rahmat aka. Ishlaringizga omad. Rahmat sizga.